Buxoroning ko'hna va boqiy Buxoro majmuasida Navro'zni ulug'lash, insonni ulug'lash chorasida xalq bayrami tashkil etilgan. Mazkur bayramda ham Buxoro davlat universiteti jamoasi ham munosib ishtirok etmoqda. Bugun Navro'zimizni keng nishonlash uchun milliy o'yinlar, milliy taomlar, milliy festivallar tashkil etilgan. Shuningdek, bugungi kunda talaba yoshlarni keng miqyosda qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor berilganligi sababli bugungi kunda talabalar yoshlarimizni faolligi mazkur tadbirda o'z munosib hissasini qo'shib kelmoqda. Mazkur bayram bilan Buxoro davlat universiteti jamoasi nomidan butun xalqimizni Navro'z ayyom bilan tabriklaymiz. Barchamizga Navro'z muborak bo'lsin.